Solution Entertainment Group va Ingenious Media namoyish etadi. Mark Williams filmi. Mustaqillik kunidan keyin Seneca omonat jamg'armalar bankidan $650,000 o'g'irlangan. Mahalliy politsiya o'g'ri bankka qanday qilib kirgani va chiqib ketganiga oid hech qanday dalil isbot topa olmadi. Bu dam olish kunlaridagi ikkinchi bank talonchiligi bo'lib, gumondorlarning shaxsi aniqlanmagan. Aynan shu usuldagi 3-chi talonchilik endi bu safar Pensilvaniya shtatidagi Williamsport shahrida yuz berdi. Chiqish bermas qaroqchi o'z rekordini yangiladi. Bu so'nggi 6 oy ichidagi 8-o'g'rilik. Biroq politsiya hali hanuz kalavaning uchini topa olmayapti. O'g'ri. Aurora, omborxonalar ijarasi. Kim bor? Ay. O'rtamizdagi psixologiya. Oh, yaxshi, men bo'lsam kimdir menga nihoyat xizmat ko'rsatishini intizorlik bilan kutayotgandim. Yo'q. Menga ashqol-tashqollarim uchun ombor kerak. Aslida o'sha narsalar kerak emas, lekin tashlab yuborishga ham negadir ko'nglim bormayapti. Hammasi katta-kattaligini inobatga oladigan bo'lsak, menga hatto 2 ta ombor kerak bo'ladi. Yana u yerdan badbo'y hid anqib tursin. Badbo'y omborni yoqtirasiz. Ha, albatta. Qiziq savol bo'ldi-yu. Oh, shirinlikmi? Qani oling. Rahmat. Siz shu yerda ishlaysizmi? Shunaqa. Ishlayman, lekin shu barobarda mustaqil ta'lim bilan shug'ullanaman. Demak, siz talabamisiz? Nima, talaba qizga o'xshamaymanmi? Men magistraturadaman. Yana 3 semestr qoldi. Ajoyib. Keling, o'zim topaman. Sizga ombor kerak. Ha, topdingiz. Yaxshi bo'lardi. Imkon qadar uncha badbo'y Xo'p, bo'lmasin. qidirib ko'raman, faqat avval joylarimizni almashtirib olarmiz, ha? Ha, o'zi. Aha. Marhamat. Demak, ismi degan joyga nima deb yozay? Tom. 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 Bizda kichik, o'rtacha va katta omborlar bor. Ochig'i, yaqinda ko'chib keldim. Uncha yaxshi tushunmayman. Menimcha o'rtachasi to'g'ri kelsa kerak. Men ismi degan joyga nima deb yozay? Ayni. Ayni. Xuddi o'zi. Demak, sizga o'rtacha va xushbo'y ombor kerak. 1 yildan so'ng. Qani kir. Qanday kirdingiz? Orqa eshikdan. Uy sotuvga qo'yilgan bo'lsa ham bu yerga yashirincha kirish mumkin Nima? bo'lmasa kerak. Нарушитель. Да, наверное. Я совсем не против немного пошалить, но что мы здесь делаем? O'zing nima deb o'ylaysan? Ey xudo, menimcha bu yer ajoyib ekan. O'zim katta bo'lgan
kulbani eslatyapti. Ha, bilaman. Lekin rangini o'zgartirish kerakmi? Masalan, sariqqa. Sariqqa de. Yana Newton ajoyib joy, yaxshi restoranlar, bog'lar va albatta ajoyib politsiya bo'limi bor. Shuning uchun juftakni rostlaymiz. Ha, men bo'lsam ehtimoliy xaridorlar sifatida bizni qamashmas deb o'ylayapman. Shoshmang. Uzr, nima? Albatta bunga sen ham qarshi bo'lmasang. Siz shunaqa hazillashasizmi? Hatto hayolimga ham keltirmadim. Мы вместе год, Энни. Целый год. Так и есть. И это был просто замечательный год, просто я не знаю. Men shunchaki ajrashganimdan beri yangi turmush haqida o'ylamadim. Yana ko'nglim og'rib qolishini xohlamasdim. Aslo bunday bo'lmaydi. So'z beraman. Ey xudoyim, uy juda ajoyib. Xo'sh, sening javobing hami? Uni olishga qurbimiz yetadimi? Lekin yana bitta ishni oxiriga yetkazishim kerak. Lekin ha, qurbimiz yetadi. Yaxshi. Энни, senga yana bir narsani aytishim kerak. Yo'q, bugun emas. Men uchun bugunga shuncha syurpriz yetib ortadi. Bu kutib turadi. Ol. Aftidan senga haqiqiy itlar yemirishni olishim kerak shekilli. Qanaqasini yoqtirasan o'zi? Bu Terezaning iti-ku? Qachondir shunaqa edi. Bu nima deganing? Ajrashib bo'ldik. Hammasi rasman tugadi. Unga uy, menga esa tezli qoldi. Nima, sen tezini so'radingmi? Yo'q, lekin uning ochiqko'z advokati hamma narsani talab qildi. Uy, 2ta mashina, hatto paypog'imgacha so'radi. Sudya uy bilan itdan tashqari hamma narsani oqilona bo'lib berdi. Keyin u uyini tanlagan. Charleston mehmonxonasi. Federal qidiruv byurosi qanday yordam berishi mumkin? Men tutqich bermas qaroqchiman. Endi taslim bo'lmoqchiman. Iltimos kutib turing. FQB maxsus agent Sam Baker qanday yordam berishi mumkin? Men tutqich bermas qaroqchiman. Sizlarga taslim bo'lmoqchi edim. Bir soniya. Yana tutqich bermas qaroqchi aybiga iqror bo'lmoqchi.
Ommabop mavzu, hammaning og'zida shu gap. Hali ko'p qo'ng'iroq qilishadi. Xo'p, keling ismingizdan boshlaymiz. Meni ismim Tom. Tom Carter. Demak, Tom Carter, nima ishlar qilganingizni aytib bering. Yangiliklardan tushmay qoldim. Nimalar qilganimdan xabardorsiz. Shunday bo'lsa ham. Men 7 shtatda 12 ta bankni to'lab ketdim. 9 milliondan sal ko'proq naqd pul o'g'irladim. Lekin kimligimni hech kim bilmaydi. Anchadan beri o'g'irlaysizmi? Taxminan 8 yildan beri. Lekin mana 1 yildirki bu ishni yig'ishtirdim. Yaxshi. Sizni qaysi manzildan topib olishim mumkin? Kelishuv taklif qilmoqchiman. Kelishuvmi? Qanaqa kelishuv? Sizlarga o'g'irlagan pullarimni oxirgi sentigacha qaytarib beraman. Evaziga jazomni yengillashtirasizlar. Ko'pi bilan 2 yillik qamoq jazosini Boston yaqinidagi umumiy tartibli qamoqxonada o'tashga roziman. Meni ko'rgani ham kelib turishadi. Puxta o'ylabsiz? Bu muhim. Nega bu shunchalik muhim? Men bir ayolni uchratib qoldim. G'amxo'r, aqlli, mehribon, quvnoq. Uni telbalarcha yaxshi ko'raman. Qolgan umrimni u bilan birga o'tkazmoqchiman, lekin o'tmishim haqida unga yolg'on gapirib, vijdon azobida qiynalishni ham xohlamayman. Bor gap shu. Nazarimda u o'zgacha ayolga o'xshaydi. Xuddi shunday. Men uchun u dunyodagi barcha boyliklardan ham muhimroq. Xo'sh, kelishib oldikmi? Bu narsa oson emas, og'ayni. Lekin gapingni bajonidil eshitib, agar rostdan ham tutqich bermas qaroqchi bo'lsang, kerakli joylarga bir og'iz shishib qo'yaman. Agar deganingiz nimasi? Ochig'ini aytsam, tutqich bermas qaroqchilarim deb, keyingi paytlarda bizga umuman tinim yo'q. Hammasini o'zi to'qib chiqargan deb o'ylayapsizmi? Shunaqa xayolparastlarning birinchisi emassiz. Men rost gapiryapman. Men tutqich bermas qaroqchiman. Hatto menga g'irt bema'ni laqab qo'ygan bo'lsalar ham. Unsizku men qo'ymadim. Mayli. Sizni qayerdan topsam bo'ladi? Charlson mehmonxonasi 216-xona. Yaxshi joy, ertaga o'taman unda. Sizni kutaman. Bir ayolni uchratib qolganmish. Bechora. Bizda yangi tutqich bermas qaroqchi paydo bo'ldi. Barcha tafsilotlar shu yerda. O'zingiz shug'ullanasiz. Albatta. Salom, Jaja. Men topshirdim. Nimani topshirding? Imtihonni. Ya, to'g'ri. Qoyil maqom yangilik. Senga doim ishonganman. Nima bo'ldi? Nimani aytyapsan? Ovozingizdan sezib turibman, nimadir bo'lgan. Xuddi psixoterapevtga gapiryapsan. Yaqinda shunaqa bo'laman, lekin faqat sizniki emas. Bilaman. Xo'sh, nimadan ko'nglingiz g'ash bo'ldi? Ozroq charchabman shekilli, shu xolos. Nima ishdamsiz? Seyflarni tuzatishga sal kech emasmi hozir? Yo'q, yuqoridagi qo'shnimning quvuri yorilib, meni ham uyimni suv bosdi. Hozir mehmonxonadaman. Hammasi joyida, o'zlari ta'mirlatib, mehmonxona pulini ham to'lab berishdi. Yo'q. Sizni qayerga joylashtirishdi? Charlson mehmonxonasiga. Bu yer chakka emas. Balki men ham borarman. Menda yaxshi vino bor. Birga nishonlaymiz. Yaxshi bo'lardi-ya, lekin o'lgudek charchaganman, azizam. Rostdan hammasi joyidami? Ani? Ha, azizim. Sen bilan faxrlanaman. Rahmat. Xayrli kun. Xayrli kun. Xona xizmati. Yo'q, rahmat. Bugun emas. Rahmat. Sizga rahmat. Uni olib keta olmaysiz. Tezligiga
qaytasiz? Tereza, Telpani o'zisiz. Tereza, itga jin ham urmadi. Dedim sizga. Yo'q. Sudyaning gapini o'zing ham eshitding. It meniki. Buni o'zing tanlading. Nima? U meni itim, senga bermayman. Xayr. Tezda tezda menga qaytarib Agent bering. Myers sizga qanday agent Baker kerak. chiqib ketgandi? Qachon qaytadi? Aytmadi. Unga nima deb qo'yay? Men Tom Carterman. Kecha sizlarga qo'ng'iroq qilgandim. Ha, albatta, tutqich bermas qaroqchi. Iltimos qilaman, meni shunaqa deb atamang. Iltimosingizni ko'rib chiqamiz. Qaysi laqabni afzal ko'rasiz? Bilmadim, tutqich bermas quloqqa erish tuyuladi. Ma'nosi ham tushunarsiz. Men esa puxta va toza ishlayman. Tozalovchi allaqachon bor. Puxtaga rozimisiz? Puxta qaroqchi. Ko'ligili. U band edi. Quloq Bu yerda soling. 2 kundan beri kutyapman. 2 kun. Qachon kelib? Shoshmang, gapimni tugatib olay. U hozir band, lekin sizning ishingizni ikkita yaxshi agentga topshirgan. Ular qachon kelishadi? O'ylashimcha tez fursatda kuningiz yaxshi o'tsin, janob Carter. Jonga tegishdi. Maxsus agent Hall, maxsus agent Evans. Tutqich bermas qaroqchimisiz? Men Tom Carterman. Ha. Tushunmayapman. Men aybimga iqror bo'lib sizlarga 9 million dollar topshirmoqchiman. Axir shu bilan shuhrat cho'qqisiga ko'tarilasizlar. Shunda ham menga Faqat ishonmaysiz. bunaqa asabiylashmang, maylimi? To'g'ri, 9 million dollar o'g'irlanmagan degan gapingizga bajonidil ishonamiz. Keling bunday qilamiz. Hozir biz ijtimoiy tarmoqda o'qimagan yoki YouTube'da ko'rmagan nimanidir oshkor qilasiz. Masalan, o'g'riliklarning faqat sizga ma'lum bo'lgan aniq tafsilotlari kerak. Xo'p. Yaxshi. 12 ta bank. Asosiysi to'g'ri vaqtda to'g'ri bankni tanlash kerak. Seyflari 50-yilgacha qo'yilgan kichik banklarni tanlab olardim. Yangi modellarda bloklash mexanizmlarini portlatish qiyinroq. Yana bir narsa ham muhim. Bankka tutash binodagi xona albatta bo'sh bo'lishi kerak. Agar o'g'irlik sanalarini taqqoslasangiz, har doim 3 kunlik dam olish kunlari arafasida juma kuni ishlaganimni payqaysiz. Bankka ventilyatsiya quvuri orqali kirardim. Temir eshiklarni parmalash uchun ancha ter to'kishga to'g'ri keladi. Shoshqaloqlik bilan hayajonga o'rin yo'q. Men havo shariga solingan yopishqoq dinamitdan foydalanardim. Bu har qanday mexanizmni ishdan chiqaradi. Ketayotib devordagi teshikni gips bilan yamardim. Sezilmasligi uchun bo'yab qo'yardim. Hech qanday iz qoldirmay ketardim. Qiziq. Aytaylik, biz sizga ishondik. Unda pul qayerda? Buncha shoshilmanglar. Menga kafolat kerak. Tushunarli, kelishuvni aytyapsiz. Ha, Umumiy tartibli qamoqxona. Ko'rgani kelishga ham ruxsat berishsin. Mayli, biz ketayapmiz. Nima? Qayoqqa ketyapsizlar? Hikoyangiz juda chiroyli chiqdi. Kechirasiz-u, dalil isbotsiz bularni hammasi safsata. Pul. Shunday. Bu yerdan bir necha chaqirim narida Aurora degan omborxonalar ijarasi bor. 173-ombor. Ketdik. Rahmat janob Carter, lekin kalitni olib o'zimiz borib kelamiz. Men ham borishim kerak emasmi? Yo'q, shart emas. Tezda qaytamiz. Shu yerda kuting. Shunaqa ayol bor deb o'ylaysizmi yo o'zi to'qib chiqarganmi? Millionlab pullaridekmi? Mehr muhabbat shunaqa o'zi. To'yimgacha xotinimni juda yaxshi ko'raman deb o'ylardim, lekin ikkita o'g'lim tug'ildi-yu, endi bor mehrimni ularga berayotgandekman. Ota bo'lish ajoyib ekan. Xuddi reklama agentiga o'xshaysan. Qaysi ma'noda? To'g'ri ma'noda. Hamma yosh otalar ota bo'lish zo'r narsa deb doim olamga jar solishadi. Ota bo'lmabman deb o'zlaricha afsuslanib ham qo'yishadi, lekin men negadir ishonmayman. Nazarimda keyinchalik bolalar futbolni birga ko'rgani borish umididagina hamma do'stlarini bir ikkita bolali bo'lishga undashadi xolos. O'zing bo'ydoq o'tmoqchisan shekilli. Menimcha ajoyib fikr. Ha, qanday yashashni o'zim bilaman. Aytgancha, endi ketsak ham bo'lar. Jon,
O'sha ayol bor ekan. Mo'jizani o'zi. Pullarni qara. Rost aytgan ekan, yaramas. Mashinani olib kel. Yukxonani och. Endi nima qilamiz, a? O'g'irlangan pullarni musodara qilamiz. Ashyoviy dalil sifatida. Yo'q. Beg'am keksalik gashtini surish uchun. Nima balo, esingni yedingmi? Bunday qila olmaymiz. Qo'y, o'zingni farishta qilib ko'rsatma, kerak emas. Bunisi ortiqcha. Nimasi ortiqcha? Kimga ortiqcha? Tushunsang-chi, birorta qallobdan naqd pulini tortib olish bilan yashirin kazinoda pul yutib olish aytarli bir xil jinoyat axir. Nima farqi bor? Farqini isbotlash uchun senga 9 millionta sabab topib berishim mumkin. Gaping to'g'ri. Bo'pti, pulni topshiramiz. Keyin ular 2 yil ashyoviy dalillar bo'limida yotadi. Kim boyib ketadi? Advokatlar. Bu paytda esa sen bilan men har kuni itdek ishlaymiz, hayotimizni xavf ostiga qo'yamiz. Lekin nima uchun? Zo'rg'a hayot kechirish uchunmi? Senga shu hayoting yoqadimi? Bu o'zim tanlagan kasb. Voh, qanday oliy janoblik. Sodda bo'lma. Avtomobil bilan nishon nimanidir anglatadi deb xomtama bo'lma. Ular seniki emas. Hammasi bizni itdek ishlatayotgan amakiga tegishli. Ishdan ketganimizda nima bilan qolamiz, ha? Hammasini tushunaman. Lekin osonlikcha qutulib keta olmaymiz. Carter hammani oyoqqa turg'azadi. Bilganini qilsin, bizga ishonishadimi yo jinoyatchigami? Ha? Uni sevgi afsonasiga hech kim ishonmaydi, tushunarlimi? Dalillar qayerda? Bunaqa imkoniyat hayotda bir marta bo'ladi. Shunchaki mukammal imkon. Qamalib ketishimiz mumkin. Quloq sol. Osmondan oldimizga bir qop pul tushdi. Bu pullar mutlaqo hech kimniki emas. Endi ipoteka to'loving haqida ham, o'g'illaring o'qishiga qanday pul topish haqida bosh qotirishingga ham hojat qolmaydi. Faqat qutilarni olib, farzandlaring uchun qahramonga aylansang bas. Nima derdim? O'zing hal qil. Xo'p, mayli. Kechirasiz. Salom. Salom. Men shu yerda menejerman. Sizlarni kuzatuv kamerasidan ko'rib qoldim, lekin negadir tanimadim. Men Pitman, bu Mario. Salom. Juda Biz Tomni xursandman. do'stlarimiz, u omborni ijaraga olgan. Ha, men Tomni bilaman. Ha. O'zi keladimi? Yo, u bizga kalitni berdi. Ha, o'zi band. Ko'chish bilan ovora. Shunaqa deng. Axir uyini suv bosgandi-ku. Ha. Bizdan yordam berishni so'radi, shuning uchun kelgandik. Sizlar birga ishlaysizmi yoki? Yo, biz eski qadrdonlarimiz. Demak, sizlar ham dengiz piyoda qo'shinlaridanmisiz? Xuddi shunday. To'g'ri. Tushunarli. Dengiz piyodalari. Ha, mayli. Biron narsa kerak bo'lsa aytarsiz. Ha, yaxshi, rahmat. Ha, uzr. Aynan qayoqqa ko'chib ketayotganini sizlarga aytmadimmi mobodo? Balki Newton House-gadir. Ha. Menimcha o'sha yoqqa, to'g'ri. Yo'q. Yaxshi. Qulflab ketishni unutmanglar. Yaxshi boring. Tezroq siz bilan uchrashish haqida o'ylayapman. Bu yashirin boshpanami? Bir paytlar shunaqa edi. Endi bu yerga hech kim qadam bosmaydi. Yur. Tashqariga chiqmoqchimisan? Bu yerda zerikib ketdingmi? Mayli, hozir olib chiqaman. Qani kechi? Tez orada yolg'iz chiqishimga to'g'ri keladi.
Bir-biringizga juda yarashib turibsiz. Xotinimga ko'proq yarashgan. Aytgancha do'stingiz Tom Carter yana qo'ng'iroq qildi. Endi nima dedi? Laqabi bilan o'zini hali ham hibsga olishmaganidan norozi. Qo'l bilan Nivens yoniga bormabdimi? Bu yerda buyruqni bajarmaslik urfga aylanib qoldi. Ko'chada kutib tur, men tezda chiqaman. Yaxshi. Namuncha qolib ketdinglar. Pulni topdinglarmi? Topdik. Siz aytgan joyda ekan. Sizga gapimiz bor. Xo'sh. Endi kelishib olamiz. Eshitishimcha dengiz piyoda qo'shinidan ekansiz. Ko'p joylarga borganmisiz? Shuni bilmoqchiman. Umuman olganda oz emas. Demak, ancha xavflisiz, a? Sizga qo'lqop nimaga kerak? Shekilroq. To'pponchani ol. Taslim bo'ldim. Senga ol dedim. Biz bunga kelishmagandik. Sanab ko'rdinglarmi? Pulni aytyapman. Sanadinglarmi? Sanasak nima bo'lardi? Faqat 3 milliongacha sanay olardingiz. Yolg'on gapiryapsan. Savdolashishga to'g'ri keladi deb o'ylagandim. Adashmagan ekanman. 3 million ham yomon emas. To'g'ri, lekin 9 million yaxshiroq, shunday emasmi? Yaxshi. O'ylashimcha sen haqsan. Qolgan 6 million qani? Kimnidir kutyapmizmi? Maxsus agent Sam Baker, faqat Carter eshikni oching. Endi nima qilamiz? Eshikni oching. Bir soniya. Ah, 5 daqiqa vaqtingiz bor. Borgan sari kamayyapti. Oching. Eshikni oching, Carter. yaxshi, och. Sir? Har tugul kelibsizlar-da. Qani o'tkazib yuborchi. Bu kimni to'pponchasi? Bu yerda nima? Qoch, tezroq bu yerdan qoch. Qoch. Tezroq. Bo'l. Ot!
Engash. Tezroq! Bu yerda nima qilyapsan? Sizni ko'rgani kelgandim. Bizga kim o'q uzdi? FQB. FQB? Bergerni ochga qanday qo'ling bordi? Menga qara, nimanidir adashtiryapsan. Esingni yig'. Bakerni men emas. Carter otib tashladi. Nega bu to'pponchani olding? Menikini Carter olib ketdi. Sizda to'pponcha bormi? Bu meniki emas. Nima qilib qo'ydingiz, Tom? Hoziroq ayting. Aytaman, menga. So'z beraman. Lekin avval mashinadan qutulishimiz kerak. Bu mashina o'zingizniki-ku. Endi meniki emas. Ana u. Ehtiyot bo'l! Biror narsa bormi? Uzoqqa ketisha olmaydi. Hammasini tushuntiraman. Tutqich bermas, qaroqchi. 1 yildan beri o'g'irlik qilmayapman. Seni uchratib qolganimdan beri hech qanaqa jinoyatga qo'l urmadim. Hozirgina mashina o'g'irladingiz. Bo'pti, bugun qizishib ketdim. Aql bovar qilmaydi. Menga quloq soling. Baribir taslim bo'lishingiz kerak. O'zim ham shunga harakat qilyapman, Enni. Senga aytib bermoqchi edim, lekin yuragim dov bermadi. Shoshmang. Birinchi syurpriz birga yashash uchun Nyutondan ajoyib uy sotib olish bo'lsa, ikkinchisi ashaddiy o'g'irligingizni aytish edimi? Agar qolgan umrimizni birga o'tkazmoqchi bo'lsak, ochig'i buni o'zim telbalarcha orzu qilaman.
Federallar bilan seni oldingda aybimga iqror bo'lishim kerak edi. Sizningcha meni hech narsa ajablantirmaydi, shunaqa deb Bor o'yladingizmi? haqiqatni bilgach, meni tushunasan deb umid qilgandim. Biz bir-birimiz uchun yaratilganmiz. Lekin men hozir bank o'g'risi ekaningizni Endi bildim. banklarga o'g'irlikka tushmayapman. Ozroq havo almashtirishim kerak. Mashinani to'xtating. Yaxshi, Tom. yaxshi. Qancha odam o'ldirgansiz, Tom? Hech qancha, hatto harbiy xizmatda. Siz bomba yasagansiz. Bomba odamlarni o'ldiradi. Men bomba yasamasdim. Bomba yo minalarni zararsizlantirardim. Lekin shuncha paytdan beri menga yolg'on gapirgansiz. Yolg'on gapirmadim, Enni. Faqat ba'zi narsalarni sendan yashirdim, xolos. Hammasini yashirib, pulni o'zimda qoldirish haqida o'yladim, lekin bu sirdan vijdonim qiynalib, sen bilan hayotimizni zaharlanishini yaxshi bilardim. Shuning uchun buni... Demak, o'sha uyni o'g'irlangan pulga sotib olmoqchi edingiz. Yo'q. Xizmat davrimdan beri to'plagan pulim bor edi. Seyflarni o'rnatishcha. Bu ham yolg'onmidi? Menga yana nima haqda yolg'on gapirdingiz? Boshqa hech narsa. Hech narsami? Xo'sh. Aslida qo'shnimni quvuri yorilib ketmadi. Garchi buni yashirib kelsam-da, menga yana tansiq pishiriqing ham yoqmaydi. Uyni bo'yash kerakligini tushunaman, lekin sariq rangni jinim suymaydi. Bo'yoq. Pishiriq. Qo'shnini quvuri, shunaqami? Men bunaqa iqrorlarni eshitmoqchi emasdim, tushunarlimi? Hozir siz qip-qizil yolg'onchimi yoki uchiga chiqqan savdoyimi? Shuni aniqlashga harakat qilyapman. Men unisi ham, bunisi ham emasman. Nima uchun? Nega banklarni talon-taroj qildingiz? Men o'zga yurtda, o'zgalar urushida jang qilib yurganimda onam pnevmoniyadan vafot etdi. Qaytib kelganimda otam butunlay o'zgarib ketgandi. Tushkunlikka berilib, o'ta yolg'iz edi. Oyimni juda sog'inardi. O'zi quvur zavodida 35 yil payvandchilik qilgan, namunali ishchi bo'lgan. Lekin har tong uyg'onib, ishga borish uchun kundan kunga ishtiyoqi so'nib borgan. Ishida unum qolmagan. Keyin uni ishdan bo'shatishgan. Eng yomoni shundaki, direktor kompaniyaning pensiya jamg'armasidan millionlab pullarni o'margan. Shunga otam pensiyadan mahrum bo'lgan. Sudma-sud yugurib yurishni xohlamagan. Buni o'rniga o'zini eski avtomobilda soatiga 90 kilometr tezlikda qasddan daraxtga borib urilishni afzal ko'rgan. Bir oy o'tgach esa o'sha direktor pullarni saqlayotgan bankka kirib, uni to'nab ketdim. $680,000. Otam hayoti davomida ishlab topgandan ham ko'proq. Lekin bir sentini ham sarflamadim. Unda nega o'g'irlikni davom ettirdingiz? Pul uchun emasligi aniq. Shunchaki menga yoqib qolgandi xolos. Xuddi sapyorlik ishiga o'xshab, qaysi qadaming oxirgisi bo'lishini bilmaysan. Men o'zimni tirik his qilardim. Keyin esa seni uchratib qoldim. Sen tufayli hayotimga mazmun kirdi. Shuning uchun bu ishni tashladim. Men uchun tashladingizmi? Ha. Birga qancha ko'p vaqt o'tkazganimiz sayin
Bu hayotda menga pul yoki adrenalin emas, faqat mehr muhabbat kerakligini tobora aniq tushunib bordim. O'sha mehr muhabbatni sendan topdim. Shunday bo'ldi. Bu yerdan ketganimiz ma'qul. Chiq. Kechir do'stim. Shunday bo'lganidan juda afsusdaman. Lekin so'z beraman, buni qilgan odamni albatta topaman. Nivinsman Hall qayerda? Siz yoqalashgan odam FQB agentimi? Ha, O'sha bilan bitta sherigi ombordan qutilarni olib chiqayotganini ko'rgandim. pullar. Bizni uzoq vaqt ayirmasliklari uchun ular bilan kelishib olmoqchi edim. Keyin ana u ikkalasi pulni o'g'irlab meni o'ldirmoqchi bo'lishdi. Eng yomoni ular boshqa agentni otib tashlashdi. Endi qotillikni meni bo'ynimga ilib qo'yishlari aniq. Sizni qoralashmoqchi, shunaqa. Dunyoda biron bir sudya ular ekanligiga ishonmaydi. Federal agent o'ldirilgani uchun ular meni topmaguncha tinchishmaydi. Agar meni yonimda bo'lsang, seni ham jinoyatda sheriklikda ayblashadi. Bunga yo'l qo'ymayman. Seni burilishda tushirib qoldiraman. 5 daqiqa kutib, keyin qutqaruv xizmatiga qo'ng'iroq qilasan. Kuch bilan mashinaga o'tkazganimni, qutulib ketganingni aytasan. Yo'q, politsiyaga yolg'on gapirmayman, Tom. Xo'p. Lekin shahardan iloji boricha uzoqqa ketishing kerak. O'zim avtobusga chiqarib qo'yaman. Avtobus. Qaytib kelganimizda Baker allaqachon halok bo'lgandi. Xonaga kirishimiz bilan Carter bizga hujum qildi. Albatta qarshilik berdik, lekin bizni g'aflatda qoldirdi. Keyin nima bo'ldi? Keyin u mashinasiga o'tirib ketdi. Yonida ayol ham bor edi, lekin yuzini ko'ra olmadim. Senchi? Ishladim, chiqamiz. Omborda hech narsa yo'q ekanmi? Bir dunyo eski-tuski narsalar. Agar pul bo'lmagan bo'lsa, o'sha erkak navbatdagi tentak bo'lsa, arzimagan ish tufayli Sam Baker endi uyiga qaytib bora olmasligini turmush o'rtog'iga qanday aytaman? Carterdan so'rang. Agar ular boshqa agentni o'ldirishga tayyor bo'lsa, unda bizga nima qilishlari mumkin? Menga bunday qila olmaysiz. Bilaman, Eni. Men bilaman. Qaysi gunohim uchun? Shaharga yetib olgach, uyingga qaytib kelma. Birorta mehmonxonaga joylash. Qanaqaligi ahamiyatsiz. Muhimi naqd pul olishsa bo'ldi. Ularga haqiqiy ismingni aytma. Joylashib olgandan keyin taksofondan qo'ng'iroq qil. Eni, o'tmishim haqida yolg'on gapirdim. Lekin hozirgi kunim senga bo'lgan munosabatim haqida aldamadim. Seni ilk bor uchratgandayoq sevib qoldim. Bu chin haqiqat. Nima bo'lishdan qat'iy nazar seni hamisha sevaman. Agar ular kelishuvga ko'nib sizni qamoqqa olishganida, baribir kutgan bo'lardim. Lekin endi sizni hech qachon ko'rmaydiganga o'xshaydi. Ko'rasan, so'z beraman. Men bilan keting. O'zimiz orzu qilgan hamma narsamiz bo'ladi. Ehtimol Nyu-Yorkka ketarmiz, bilmayman, shunchaki ketaylik, iltimos, men bilan Eni, avtobusga bunday qila olmayman. Hammasini to'g'rilashim kerak. Xo'p. Yaxshi. Unda isbotlang. Uni siz o'ldirmaganingizni isbotlang.
Nivens, Bostonlik, leytenant, FQB Milliy akademiyasi bitiruvchisi. Biz mehmonxonadan Carterning barmoq izlarini oldik. Asl ismi Thomas James Dolan. Sudlanganmi? Yo'q, sudlanmagan. Shaxsiy ishini ham olib kelishdi. Sobiq dengiz piyodasi, yana portlatish bo'yicha mutaxassis. Seyflarni mohirona portlatganini shu bilan izohlash mumkin. 9 yil oldin xizmatdan ketgan. Tutqish bermas qaroqchi bo'lsa, u holda o'g'irliklar boshlanishidan 1 yil oldin oddiy fuqaroga aylangan. Tutqish bermas qaroqchi haqida hikoyalarni ko'p o'qib yuborgan menimcha. Yana unda jarohatdan keyingi ruhiy buzilish ham bor. U aqldan ozganga o'xshaydimi? Ha? O'xshaganda qanday? Ayolchi. Unga nima bo'pti? Mehmonxona yonidagi kuzatuv kamerasidan olingan video yozuv bor. Mashina raqamini aniqladik. Bir necha yil oldin ajrashgan. Xususiy mebel biznesini eri qimorda boy bergach, bankrotlik haqida e'lon qilgan. Birinchi eri qimorboz, ikkinchisi banklarni to'naydigan o'g'ri. Didi juda ham o'ziga xos ekan. To'g'ri, xotinlarni tushunib bo'lmaydi o'zi. Bu ishlarda uning o'rnini aniqlash juda mushkul, lekin u nimanidir bilishi aniq. Shunday ekan, uni topamiz. Ismi nima ekan? Annie Wilkins. O'zimiz shug'ullanamiz. Eni? Yaxshimisiz? Ha, yaxshiman. Senga taksofondan qo'ng'iroq qil degandim. Hozir Nyu-Yorkdamisan? Menda kuzatuv kamerasining yozuvlari bor. Unda o'sha federallar kameraga tushib qolishgan. Bu pullarni o'zlashtirishganini isbotlaydi, Tom. Bo'lishi mumkin, lekin bularni sen qayerdan bilasan? Eni, qayerdasan o'zi? Ishda. Avtobusdan tushib qolding. Xotira kartasi har 48 soatda qaytadan yoziladi. Uni olishim kerak edi. Menga quloq sol. Iltimos, go'shakni qo'yib hoziroq u yerdan chiqib ket. Qutqaruv xizmati, iltimos kutib turing. Bu juda shoshilinch. Iltimos kutib turing. Eni, shu yerdamiding? Do'sting ham shu yerdami? U meni do'stim emas. Ha. Demak, sizlar shunchaki birga banklarni to'naysizlar, shundaymi? Nimani aytayotganingizni tushunmayapman. Qayergadir 6 million dollarni yashirib qo'ygan. Mabodo qayerdaligini bilmaysanmi? Yo o'zing yashirib qo'ydingmi? Balki omborlarning birortasidadir. Kameraning xotira kartasi qayerda? Pastami? Yo'q! 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 Afsuski, bu noto'g'ri javob. Ayt, qayerda? Balki shu yerdadir. Yo'q! Bu yerda emas. Yo'qmi? Stolni o'ng tortmasida. Shu yerdami? Aldamoqchi bo'ldingmi? Yolg'on gapirish yaxshi emas. Qo'yib yubor! Nima qilib U qo'yding? ham guvoh edi. Nima? U o'ldimi? Yo'q, lekin hozir to'g'rilaymiz. To'xta. Odamlarni shunchaki otib tashlay olmaysan. O'lib qolganga o'xshaydi. Shunaqami? Tomir urishini sezmayman. Kameraning xotira kartasini topmasak bo'lmaydi. O'zida bo'lsa kerak. Endi unga qo'l tekkizma. Sen u yoqdan qidir. Uni o'zim qarab ko'raman.
Bu yerda xotira kartasi borligi aniqmi? Bilmadim. Bo'lish kerak-ku. Unda yo'q ekan. Tezroq bu yerdan ketish kerak. Xudoyim. Eni, ko'zingni och. Yordam beringlar. Kimdir qarab yuborsin. Menga yordam kerak, iltimos. Tezroq. Bilmayman, boshi Nima bo'ldi? jarohatlangan. Morfin bilan eritma beramiz. Tuzalib ketasan. Markaziy kateterni olib keling. Qon guruhini aniqlash kerak. EKG bilan Xo'p, sir. tomografiya qiling. Hammasi yaxshi bo'ladi. Tezroq bo'la qolinglar. Bemorning ismi nima? Ismini ayting. Wilkins, Annie Wilkins. Qandaydir doriga allergiyasi bormi? Bilishimcha yo'q. Unga kim bo'lasiz? Men Sir, yaralandingizmi? nima? Siz Yo'q, bu mening qonim emas. Rahmat. Sir. Sir. Federal qidiruv byurosi sizga qanday yordam berishim mumkin? Mayus ekan. Nevins, menga Dolan qo'ng'iroq qilib seni so'rayapti. Biz qayerdaligini aniqlamoqchimiz. Hoziroq menga ulab bering. Men taslim bo'lmoqchiman. Sizlarga $3 million berdim. Nimalar deb aljirayapsan? Meni tanishim. Nima uchun? Uni bunga aloqasi yo'q edi. Tanishing? Tushunmadim. Eshityapsanmi? Dolan. Agent Nevins. Yoningga boryapman. G'irt telba ekan. Ha, sendan qolishmaydi. Qo'ysangchi. Hozir noliydigan payt emas. Kemaga tushganning joni bir. Aniqladinglarmi? Yo'q, aloqa uzilib qoldi. Politsiyachilar uni o'g'irlangan furgonda Grace shifoxonasidan ketayotganda ko'rgan. U yerga o'sha ayol tanishini olib borgan. Unga nima bo'ldi? Bilmayman. Hozir o'sha joyga ketyapman. Gumondori ko'ryapman. Moviy Ford Econoline. Raqami 17. Gumondorni shimoliy yo'nalishda ta'qib qilyapman. Unga hayda. Men ko'zdan qochirdim. Lincoln tomon g'arbiy yo'nalishda harakat qilyapti.
Yaramas, sherigimni o'ldirding. Yo'q. Adashyapsan. Hayolingga ham keltirma. Bekorga ovora bo'lasan. Bakerni men o'ldirmadim. Nivensning ishi uni otib tashladi. Keyin ayol tanishimga hujum qildi. Tirik qoladimi yo'qmi bilmayman. Nimesni deb shifoxonadami? Miltondagi omborxonada uni ayovsiz do'pposlagan. Nega bunday qilsin? Unga qarshi dalillari bor edi. To'g'ri yo'l tutmoqchimisan? To'pponchani tashla. Keyin taslim bo'l. Haqiqatni tagiga yetamiz. Senga so'z beraman. Isming nima? Myers. Sen bilan telefonda gaplashgandim, shundaymi? Ha. Nima qilmoqchisan o'zi, Tom? To'g'ri yo'l tutmoqchiman. O'zim to'g'ri deb bilganni. Nevin Stepkini bosdi, lekin uning sherigi agent Hall ham bunga aralashib qolgan. Bu uniki. Ma'lumotxona qanday yordam berishim mumkin? Grace kasalxonasini ulab bering, iltimos. Sizga kasalxonani ulab beraymi? Ha, iltimos, ulab bering. Grace kasalxonasi qanday yordam berishim mumkin? Salom. Men Annie Wilkinsni qidiryapman. Wilkins. Ha, u bemoringiz. Hozir ulab beraman. Rahmat. Eshitdimi? Xayrli kun. Bu Annie'ning palatasimi?
Yaxshi, u gaplasha oladimi? Mumkin bo'lsa. Qarindoshimisiz? Ha, qarindoshim. Uzr, hozir siz ulab bera olmayman. Bemor dam olyapti. Lekin o'zi yaxshimi? U tuzalib ketadi, ha? To'g'rimi? Ha, albatta. Endi ahvoli ancha yaxshi. Yaxshi. Yo'q, kerak emas. O'zim keyinroq qo'ng'iroq qilaman. Rahmat, katta rahmat. Bu yerda bizga nima bor? Ayol tirik qolmasligiga ishonch hosil qilishimiz kerak. Tomiri urmayapti deb sen aytganing uchun bu ishni ham oxiriga o'zing yetkazasan. Yo'q. Hech qachon. Hammasi chig'iridan chiqib ketdi. Bu yoqqa mensiz amalaysan. Yaxshi. Lekin farzandlaringni o'zing katta qilmaganing uchun ular otasini yomon ko'rsa, bunda meni ayblama. Chaqirdingizmi? Ha, sheriging qani? Hozir keladi. Qani, kir, o'tir. Oyog'ingga nima bo'ldi? Shunchaki ikkinchi qavatdan uloqtirishdi. Bundan qutulishni o'ylab yuribsizmi? Qiziq tuyulyapti, lekin juda foydali. Menga shuni aytchi, o'sha Tom Dolan nega seni ayblayapti? Bu tentaklar nega o'zini shunaqa tutishadi? Savolga savol bilan javob berishsa, qonim qaynab ketadi. U telefonda aytgan hamma gaplar, pullarni o'g'irlaganingiz, ma'shuqasiga hujum qilganingiz, bularning hammasi yolg'onmi? Mutlaqo. Pullar qayerda? Qanaqa pullar? O'sha pullarni deb sherigim halok bo'ldi. Sharon Baker bevaga aylandi. Tom Dolan hammasini to'qib chiqardi. O'zi ham rosa ertakchi ekan. Chaqirtirdingizmi? Ha. Yo'qotib qo'ymadingmi? Rahmat. Boshqa nimadir Shu bormi? xolos. Nima gap, jon? Yangi rejang bormi? Rejam o'sha oilaparvar. Po'pisa qilyapsanmi? Nima, po'pisa qilishim kerakmi?
Nima bo'ldi? Nega uxlamayapsan? Ko'nglingiz g'ashligini sezyapman. Qani ayting. Arzimagan gap. Ishdagi tashvishlar. Mayli uxlay qol. Nima bo'lishidan qat'iy nazar faqat qalbingizga quloq tuting. Shunda hammasi hal bo'ladi. Shunchalar osonmi? Ha. Buni kim aytgani esingizdami? Yo'q. O'zingiz. Juda ko'p ishlayotganimni tushunaman. Lekin oilamiz uchun shunday qilyapman. Sen bilan bolalarni qanchalar yaxshi ko'rishimni bilasan. Albatta bilaman. Nima bo'lganda ham shuni yodda tutishingni istardim. Nima bo'lyapti, Ramon? Meni o'ldirmoqchimisan? Yo'q, agent Hol. Men pensiyaga chiqqan o'g'riman xolos. Sherigingga o'xshab qotil emasman, lekin menga yordaming kerak. Nega senga yordam berishim kerak? Chunki yo'qotadigan narsalaring bor. Senda ayb yo'qligini ikkalamiz ham bilamiz. Lekin Nevensni gapiga quloq solish juda yomon fikr edi. Oqibat shunday tugashini kimgadir ziyon yetishini bilmasdim, ammo Nevens Baykerni otib tashladi. Keyin meni vahima bosdi. Noto'g'ri ish qilayotganimni bilardim. Lekin meni boshqa ilojim qolmagandi. Hozir esa tanlash imkoning bor. Senga nima kerak? Aybsizligimni isbotlamoqchiman. Menda ombordagi kuzatuv kamerasi yozuvi bor. Nima? Nevens bu haqda bilmaydi. Unga sezdirmay ma'shuqangni olib qo'ydim. U menga kerak. Yana pullar qayerdaligini ham aytasan. Eni. Ma'shuqangning ismi shunday, to'g'rimi? Ha. Uni kasalxonadan olib ket. Yo'qsa uni o'ldiradi. Uyg'ondingmi? O'zingni qanday his qilyapsan? Bundan yaxshiroq ham bo'lgan. Seni bu yerdan olib ketishim kerak. Bu yer xatarli. Mayli. Seni sevaman. Sevging men uchun juda muhim. Shoshma. Myers, Tomda olaman. ma'shuqangni o'g'irlab ketishini kutmagandim. U yer xavfsiz emasdi. Balki shundaydir. Endi xavfsiz joydami? Ha. Hech qaysi o'g'irlikka uni aloqasi yo'qligini bilishing kerak, ayniqsa yaqinda bo'ladigan voqealarga.
Yaqinda nima bo'ladi? Bilmaganing yaxshiroq. Yo'q, meni ishim shu, Tom. Yaxshisi ko'rishib hammasini gaplashib olamiz. Jon derdim albatta, lekin bir marta urinib ko'rdim. Foydasi bo'lmadi. Endi faqat qo'limdan kelgan ishni qilaman. Men ham seni bu fikringdan qaytara olmaymanmi? Yo'q. Agar ayni bilan senga nimadir kerak bo'lsa, menga qo'ng'iroq qil. Sizni birinchi marta ish ustida ko'ryapman. Bilaman, juda qiziq ko'rinadi, lekin hech ham jozibador emas. Atigi simlar, elektr toki bilan kimyoviy reaksiya. To'g'ri, ammo jozibadorlik asosiysi emas. Asosiysi buni qanday portlatish. Ana shunisi muhim. Bilasanmi, bir narsani tushunishing kerak. Rejam ish bergan taqdirda ham meni baribir qamashadi. Bilaman. Sizni ko'rgani har kuni boraman. Rostdanmi? Har holda mijozlarim ko'payib, juda band bo'lib ketmagunimcha. Ana o'shanda kunora boraman. Rahmat. Nima qilyapsan? Xo'sh, qalay? Yaxshi. Hech qanday ko'ngilsizlik bo'lmadi. Yana dam olishing kerak. Yo'q, siz bilan boraman. Bormaysan. Tortishib o'tirmaymiz. To'ppa-to'g'ri. Haddan tashqari xavfli. Unda bunday qilmang. Hammasiga barham berishim kerak. Nima qilishingiz kerak bo'lsa qiling. Lekin men ham bu yerda qaytib kelasizmi, yo'qmi deb fol ochib o'tirishni xohlamayman. Nimani kutyapmiz? Nevins, Eni bilan o'zim uchun yaxshi yashashga imkon so'ragandim xolos. banklarni o'marishga tushgan paytingdan boshlab hamma qatori yashash imkonini yo'qotgansan. Gaping to'g'ri, hammasini rasvo qildim. Boshqalar pulini o'g'irladim. Buning uchun jazomni olaman. Lekin o'zing battar pand berding. Begunoh odamlarni o'ldirding. Senga nima kerak? Gaplashmoqchimisan yoki kelishib olmoqchimisan? Nima? Hammasi oldingidek bo'lishi uchun chin dildan aybingga iqror bo'lishing kerak. Shunaqa degin? Qilmagan ishimga iqror bo'lsam seningcha ahmoqlik bo'lmaydimi? Unda 3 millionni olginu qoch. Ey, og'ayni, agar menda 3 million bo'lganida oson edi. Bu holda shunchaki qochishni maslahat beraman. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Qo'lingdan kelgani shumi, ablah? Bu shunchaki ogohlantirish. Iqror bo'lishga tayyormisan? Qoyil. Menga bitta yaxshilik qil. Bajonidil.
Nima gap? Reja o'zgardi. Nimani aytyapsan? Myers, ayol, la'nati pirotexnik Dolan Pirotexnik? Nima bo'ldi? uyimni tag-tugi bilan portlatib yubordi. Nima? Nima balo karmisan? Uyimni portlatib yubordi deyapman. O yaramas. O'zing qayerdasan? Boshpanadaman. Yaxshi, o'sha yerda kut. Hozir yetib boraman. Tezroq kel. O'zi bu yerda yo'q, shundaymi? U yaxshi odam. Shuncha ko'ngilsiz voqeadan keyin bunga ishonishingiz qiyin, lekin shunday. Avliyoye mas'ul lekin yaxshi. Juda oq ko'ngil inson. O'zingiz qalaysiz? Yaxshi. Rahmat. Kuchukni laqabi nima? Ha, u Tezi. Meni tansoqchim. U ham maxsus agentmi? Shunaqaroq. Qo'rquv bilmas kuchukcha. Biz nega bu yerdamiz? Buni ichida Nivens bilan Hall ombordan qutilarni olib chiqayotganining videosi bor. Faqat bitta muammo bor. Qutilarning ichida nima borligi ko'rinmagan. Ha, bu rostdan muammo. Tom shuning ustida ishlayapti. Sizga ishonishni isbotlamoqchi. Mana shuni berib qo'yishimni tayinladi. Ha! Bumi. Namuncha qolib ketding. Qurolingni ol. Ikkita barmog'ing bilan sekin. Endi ikkalang devorga qarab tur. Bu yerdan pul bilan chiqib keta olmaysan. Hozircha ketolmayman. Hali ham aybimga iqror bo'lishimni orzu qilyapsanmi? Ombordagi video yozuv menda ablah. Yo'q, cho'pchak to'qima. Menga uni sheriging berdi. Shu rostmi? Demak, menga sezdirmay olib qo'ygansan o'shanda. Nima balo ahmoqmisan? O'zing ahmoqsan. Chunki shunga qo'l urding. Darrov pulga uchding. Sen Bakerni o'ldirding. Boshqa ilojimiz yo'q U edi. bunday o'limga loyiq emasdi. Men ham to'g'ri yo'l tutishim mumkin edi. Lekin bunday qilmadim. Xotinim bilan bolalarimni ko'zga qanday qarayman? Ablah. Bo'ldi. Yetar bo'ldi. Nivens uni qo'yib yubor. Uni qo'yib yubor.
Qon yo'qotyapsanmi? O'lmayman. Yo'l qalay? Yo'lmi? Xotiram pand bermasa Windsor bir yo'nalishli edi. Fol bo'lmasan yo meni kuzatyapsanmi? Shunchaki ortiqcha qurbonlar bo'lishini xohlamayman. Qanaqa qurbonlar? Ikkinchi bomba. Bo'lmaganga bu yerda hech qanaqa bomba yo'q. Rostdanmi? Nima, 3 million dollarni o'tda kuydirmoqchimisan? Bunga shubham bor. O'sha pullar endi meniki emas. O'rindiq ostini tekshirib ko'r. Toneldan chiqqaningni ko'ryapman. Mashinani to'xtatib tekshir. Ablah. Aytgancha agent Nivens bomba bosimga ta'sirchan. Agar o'rningdan tursang, tilka pora bo'lgan badaning Atlantika okeanidagi baliqlarga yemish bo'lishi turgan gap. Bombani shoshilinchda yasadim. Shuning uchun uncha mukammal chiqmagan. Qo'l bola bombalardagi asosiy muammo shu. Nimadan portlab ketishini hech qachon bilmaysan. Zarba, harorat, namlik, hatto bitta aksi ursang ham portlab ketishi mumkin. Seni o'rningda nima bo'lsa ham joyimdan qimirlamay sapyorlar kelishini kutardim. Nima bo'ldi? Arzimagan gap. Detonator yo'q ekan. Bunaqa matoqni bolg'a bilan ursang ham hech qachon portlamaydi. Omading bor ekan. Uni hibsga oling. Gapimni eshitdingiz? Aqlligim. Shirinlik yeysanmi? Demak, menga sezdirmay olib qo'ygansan. O'shanda nima balo ahmoqmisan? O'sha videoda o'zing ham borsan. O'zing ahmoqsan, chunki shunga qo'l urding. Darrov pulga o'chding. Sen Baykerni o'ldirding. Boshqa ilojimiz yo'q edi. U bunday o'limga loyiq emasdi. Men ham to'g'ri yo'l tutishim mumkin edi, lekin bunday qilmadim. Xotinim bilan bolalarimni ko'ziga qanday qarayman? Ablah. Bo'ldi. Yetar. Bo'ldi. Bo'ldi. Nevens uni qo'yib yubor. Uni qo'yib yubor.
Enni, Eshitib ko'rdingizmi? eshitdim. Iltimos unga yumshoqroq bo'ling. Harakat qilaman. Bu siz uchun. Tom, Ha, menman. Nemisni boplab chuchurding, qoyil qoldim. Vaziyat boshqacha bo'lganida seni ishga olardim. Vaziyat boshqacha bo'lsa men ham rozi bo'lardim. Endi taslim bo'lmoqchiman. Yaxshi. Qanaqa o'yin qilamiz? Shuncha o'ynaganimiz yetar endi. Chap tomonga qara. Nemisning mashinasidagi bombachi Xotiram pand berdi. detonator qo'yishni unutibsan. Ha, nimanidir unutganimni bilardim. Shunchaki tajang ahvolda edim. Yana o'zicha puxta qaroqchimish. Qolgan pullarni topdingmi? Topdim. Ancha katta pul. U o'zgacha bo'lsa kerak. Shunday. Film Favvora film studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Hasanboy Teshaboyev. Dublajda aktyorlar Muhammadjon Xo'jayev, Sanjar Sadullayev, Abdulhay Otaxo'jayev va Mohira Nurmatova ishtirok etishdi. Rejissyor va ovoz rejissyori Jamshid Tangliberdiyev. Rejissyor yordamchisi Ra'no Suyunova. Montaj ustasi Hamidulla Latipov. Texnik xodim Muhammadali Rashidov. Muharrir Baxtiyor Karimov. Step further from afraid, 'cause we gon' be alright, 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 alright. We gon' be alright. Headlines got us feeling uneasy. People so wrapped up in what their neighbors believe in. Ooh, everybody's talking about leaving. Well, I'm gonna stay right here and pledge my allegiance. 'Cause we gon' be alright, don't fall apart. 'Cause we gon' be alright, don't lose your heart. We can make it through today. There's a light inside to guide us one step further from afraid. Oh, 'cause we gon' be alright, don't fall apart. 'Cause we gon' be alright, don't lose your heart. We can make it through today. There's a
don't know where I'd be if I didn't have you next to me. Might be lonely on these